Boylar o'zi materialni qanaqa tanlashi ko'pchiligiga qiziq bo'lsa kerak. Siz videoga like bostirgunizcha, men sizga hozir tushuntirib beraman. Ochig'i, ko'pchiligimiz material tanlayotganda narxiga qarab tanlaymiz, to'g'rimi? Arzon bo'lsa, olib ketaveramiz. Keyin bizni kutgan natija chiqmaydi. Eng achinarli holat, bir marta arzon material olib qo'yib, keyin 2 marta rasxodga tushamiz. Boylar imенно shu joyda narxiga emas, natijaga qarab tanlaydi. Tajribamdan kelib chiqib, material tanlayotganda men shu narsaga ahamiyat beraman. Birinchi materiallar qanaqa turishi, shakl ushaydimi, yo'qmi? Chunki dekoratsiya va вечернийларда bu juda ham muhim narsa. Ikkinchisi qomatga qanaqa tushishi. Mato qancha qattiq bo'lsa, libosingiz shuncha arzon ko'rinadi. Uchinchisi yorug'likda qanaqa ko'rinishi. Bilasizlar, ba'zi materiallar yaltiramaydi, ba'zilari yaltiraydi. Aynan mana shular libosingizni premium chiqishi yoki chiqmasligini hal qiladi. Bilaman, siz ham boshqa usullarni ham bilasiz. O'sha bilimlaringizni kommentda biz bilan bo'lishing, sizdan faqat minnatdor bo'laman.